Xalqimizda shunday ajoyib bir odat bor. Har doim duoga qo'l ochilganda Yaratgandan yurtimiz obodligi, dasturxonimiz to'kin sochilligini so'rab duo qilinadi. Albatta, bunda ham hikmat ko'p. Dar haqiqat, bugun yurt obodligi, dasturxonimizning to'kin sochilligi yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan xalqchil siyosatining muhim qismlaridan biri. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev xalqqa qilgan murojaatlarida, viloyatlarga uyushtirilgan tashriflari davomida har bir fuqaro xonadonni toza ozoda saqlash, mahalla obodligi, aholi tomorqasidan unumli foydalanishi, bir yilda 2-3 marta hosil olish choralarini ko'rishi zarurligini ta'kidlaydi va ushbu tashabbus ijrosi joylarda o'z samarasini bermoqda. Pastdarg'om tumanida ham bu borada bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Tuman hokimi Shunqor Xudoyberdiyev tashabbusi bilan 2021-yil tajriba sifatida Samarqand-Juma Kattaqo'rg'on yo'lining 22 kilometr qismiga tomchilatib sug'orish usulida kan guli ekilib, gulzorga aylantirilgandi. Joriy yil ushbu tajriba tumandagi mahallalardan tortib, aholi xonadonlarigacha kirib bordi. Jumladan, Yangi Sanoat mahallasida yashovchi Ma'murjon Muhammadiyev ham o'ziga tegishli 8 sotix tomorqasidan unumli foydalanib, yiliga 2 marta hosil oladi. Xonadonning kiraverishi gulzorga aylantirilgan. Bu esa xonadonga o'zgacha fayz bag'ishlab turibdi. Endi gulga qiziqish menda yoshligimdan. Oilamiz hammasi qiziqadi. Ko'rsam bo'laman o'zim. Bu yil undan ziyod qo'ni-qo'shnilar olib ketishdi, berdim. Ekkan bor. Endi o'sib kelyapti, ko'kargan. Oilamga yetadigan, nevaralarimga yetadigan meva, uzum, anor, hamma daraxtlardan bor. Mokam bor, xurmo bor, olma bor, anjir ekkanman. Har yili dehqonchilik, kartoshka, sabzi, piyoz oilamga yetadigan kartoshka chiqadi. Kamdan kam bozorlardan sotib olaman. Mehnat kim qiladi? Mehnatni avvalo o'zim, qolaversa kelinlarim, o'g'illarim, qishga turadigan uzum bor. Erta bahorda pishadigan husayni bor, qizil husayni bor, qishga saqlaydigan uzumlarim bor hammasida. Kartoshkadan kavlab olgandan keyin kartoshkani o'rniga shalg'om ekaman, sabzi ekaman, qishga olishga saqlashga. Karam, agar yer ortadigan bo'lsa, chorvaga ozgina makka ekib olaman. Demak, 2 marta hosil olasiz deydi. 2 marta hosil olaman. Anor tuyatish deydi buni. Shirin anor. Kattaligi shu bitta anordan yarim kosa soki chiqadi. Ha, yangoq 50 kilo, 70 kilo yangoq olamiz. Hamma narsa o'zingizda bor ekan-da. O'zimda yetadi. Mahallamizda bor. Mehnat qilib 2 marta, hattoki 3 martaga to'g'ri hosil oluvchilar bor. Buning uchun hech qanday yalqovlik qilish kerak emas. O'zimni yerim, o'zim yeyman degan maqsadda mehnat qilsa, yer to'yg'izadi. Qanchaki tomorqadan shu mahsulotlar chiqsa, bozor arzon bo'ladi. O'sha bozorga qiladigan xarajatni o'z tomorqasidan qilsa, boshqa maqsadlarda ham ishlatsa bo'ladi. Yalqovlar bo'lishi mumkin, bor. Borsam, ko'rsam achinaman. Bunday yer yotibdi deb achinaman. O'shalar ham shu mehnat qilsa, tomorqasidan mehnat qilib, dehqonchiligini qilsa, oilasi ham to'q bo'ladi, xalq ham to'q bo'ladi, bozor ham arzon bo'ladi. Endi bir mulohaza qilib ko'raylik-chi. Nega prezidentimiz yerdan, xususan tomorqadan oqilona foydalanish haqida bot-bot so'z yurityapti? Avvalo, siz bizni bugungidan-da to'q hamda farovon yashashimizni, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab, xorij mahsulotlariga ko'z tikmasdan, balki eksportni ko'paytirish, daromadni oshirish, odamlarimizning bugunidan rozi bo'lib, hayot kechirishini xohlayapti. Har bir xonadon saranjom sarishta bo'lishini, mahalla gulzorga aylanib, uning ifori anqib turishini istayapti. Aziz pastdarg'omliklar, sizlardan ham xonadoningizni toza ozoda saqlash, gul gulzorga aylantirish, tomorqangizdan unumli foydalanishingizni so'rab qolamiz.